Hurmatli hamkasblar, Toshkentda NPMF 2025 forumi bo'lib o'tdi. Forumda dunyoning yetakchi neonatologlari tomonidan yangi tug'ilgan chaqaloqlar hayotini saqlab qolish uchun innovatsion yechimlarni muhokama qilishdi. Ushbu ekspertlar muloqoti almashinuvi hamkorlarimizning yordami tufayli amalga oshirildi. Hayot kompaniyasi samarali mehnat qilish uchun zamonaviy zallar va infratuzilma bilan ta'minlagan tibbiyot texnologiyalari bo'yicha jahon yetakchisi Mindray kompaniyasi yangi neonatal reanimatsiya uskunalarini namoyish etdi. Intermed Innovation O'zbekistondagi asosiy distribyutor sifatida texnik yechimlarni integratsiya qildi. 3 kunlik intensiv tajriba almashirish davomida amaliy master-klasslar, Mindray uskunalarini sinovdan o'tkazish, perinatal tibbiyotdagi yangi chaqiriqlar haqida munozaralar bo'lib o'tdi. Biz birgalikda har bir yangi tug'ilgan chaqaloq sog'lom hayotga ega bo'lish uchun yangi imkoniyatlar yaratamiz. Barcha ishtirokchilar va hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Tibbiyotning yangi chegaralarida yana ko'rishguncha.